agar siz o'zingizga har safar men judayam успешный muvaffaqiyatga erishgan odamman deyotgan bo'lsangiz, shu gap aytaman deb o'ylamagandim, lekin aytib oldim. O'zingizga maqsad qo'ygansiz, shu maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz agar, siz fartoviy odam bo'lishingiz kerak. Sababi bugun ekzamen bo'lyapti, ekzamenda. Да, zo'r Jasmina, o'zbek tili покинул чат sani gapingdan keyin. Universitetda ekzamen bo'lyapti va meni grammatikam вообще dabdalada. Вот mani grammatikam вот parro chiqib turadi. Boshqa qanaqadir fanlardan вот реально o'zbek tilim rasvo, grammatikasi dabdala. Короче, и в целом boshqa fanlardan ham ekzamen bo'lyapti. Grammatika dabdala, chunki yomon ko'raman, yozishni yomon ko'raman. Men eshitish sluhim juda ham zo'r, tam eshitib tez narsa zapominать qilaman. Yozganda dabdala, короче. Keyin, короче, menga aytishyapti, agar seni sertifikating bo'lsa, shu fan bo'yicha seni umuman qo'ymaymiz ekzamenga, sen уже ball olasan. Короче, men o'tiribman, men ingliz tilidan sertifikat topshirgandim va uni javoblari уже yo'q bo'lib ketganman, даже bilmayman ham necha cho'qchim. Keyin, короче, birdaniga esimga tushdi-da. Saytga kiraman, saytdan chiqmayapti. Keyin dekanatlarni yoniga jo'natishdi. Короче, o'ta уже расследование boshlandimi? Короче, hamma qidiryapti, qidirishdi, topishdi. 4 ball bilan chiqib ketdim. Короче, meni ballim bilan 4 ball qo'yishdi. 4 ball degani 4, то есть bahoyingiz 4 bo'ladi. Men hech qachon отличница bo'laman deb orqasidan yugurmaganman. Menga 4 bo'lsa ham bo'laveradi deb rahmat deb ketaman. Chunki bilimingizga yarasha qo'yadi. Bilimingiz normal bo'lsa 5 qo'yadi, bilimingiz 4 ga bo'lsa 4 qo'yadi, 3 bo'lsa 3 ga qo'yadi. Men hech qachon mana bo'xolan orqasida. Men hech qachon masalan mana shu menga zo'r baho qo'yib bersin, shuni orqasidan hech qachon yugurmaganman va yugurmayman ham. Shunaqa. Shuning uchun fartovi odam bo'lganingiz baribir yaxshi bo'ladi. Bu sertifikat bitta fanga ishlarkan bo'ldi. Ammo imенно oxirgi ekzamen kuni bu narsa hayolimga kelyapti. Qaranglar, qanaqa fartovi odamman-da. Hamma narsada успешныйman. Fantaziya qancha yuqori bo'lsa, agar boru hayotingizda shu narsalarga erishish namnoga osonroq bo'ladi. Tushundingiz-a? Shunaqa.